Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Tramp: Rossiya Gitler va Napoleonni mag'lub etgan. Moskva mag'lubiyatini kutishning hojati yo'q. Nebenza maxsus harbiy operatsiyani yakunlash shartini aytdi. Zelenskiy urush tugashi haqida bayonot berdi. Ukraina harbiylarining frontdagi yo'qotishlari ma'lum bo'ldi. AQShga kelganda 100 milliard dollar bilan qaytib ketadi. Tramp Zelenskiyni tanqid qildi. Olimlar inson o'limi sanasini oldindan aytib beradigan soat yaratdi. Urush oqibatida Ukraina hududlarini yo'qotadi. Chexiya prezidenti. Tramp: Rossiya Gitler va Napoleonni mag'lub etgan. Moskva mag'lubiyatini kutishning hojati yo'q. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampning aytishicha, AQSh Ukraina mojarosida botib qolgan va Rossiya mag'lubiyatini kutishning hojati yo'q, chunki ruslar Gitler va Napoleonni ham mag'lub etgan, deb yozmoqda RIA Novosti. Bayden aytmoqda, biz g'alaba qozonmagunimizcha ketmaymiz. Agar ular g'alaba qozonsa nima bo'ladi? Ular buni qilishadi. Jang qilishmoqda. O'tgan kuni kimdir menga aytdi, ular Gitlerni, Napoleonni mag'lub etishdi. Ular buni qilishmoqda, jang qilishmoqda, dedi Tramp Jorjiya shtatidagi mitingda. Uning qo'shimcha qilishicha, AQSh prezidenti Bayden va vitse-prezident Kamala Harris AQShni Ukrainadagi mojaroga tortgan va ularni bu mojarodan olib chiqa olmaydi. Men uning biz g'alaba qozonamiz, biz bu urushda botib qoldik deganini ko'rdim. Agar men prezident bo'lsam, muzokaralar olib boraman, bunga erishaman, biz chiqamiz, deb va'da berdi Tramp. Nebenza maxsus harbiy operatsiyani yakunlash shartini aytdi. Agar G'arb Kiyev rejimidan tinch yo'l bilan qutulishimizga imkon bermasa, Moskva Ukrainadagi maxsus operatsiyani davom ettiradi. Bu haqda Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenza Tashkilot xavfsizlik kengashi yig'ilishidagi chiqishida ma'lum qildi. Biz ukrainaliklarga doimo hurmat bilan munosabatda bo'lganmiz. Ular birodar xalq. Ular bilan uzviy tarixiy aloqalarimiz bor. Ammo agar G'arb lageri hozirgi Kiyev rejimi bo'lgan bu saraton o'smasidan tinch yo'l bilan xalos bo'lishga imkon bermasa, biz maxsus harbiy operatsiya vazifalari harbiy yo'l bilan hal qilinmaguncha davom etaveramiz, deya ogohlantirdi. Nebenza ta'kidlaganidek, Rossiya NATO harbiy blokiga qo'shilish rejalari bilan neonatsist rusofob davlatga aylantirilguniga qadar Ukraina bilan tinchlikda yashashga doimo tayyor edi. Diplomat shuningdek, Kiyevning inqirozni uzoq muddatli hal qilishning real parametrlarini imkon qadar tezroq qabul qilishga va real bo'lmagan g'alaba rejalariga kirmaslikka chaqirdi. Zelenskiy urush tugashi haqida bayonot berdi. AQShda rasmiy tashrif bilan bo'lib turgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urush ko'pchilik o'ylaganidan ko'ra tugashga yaqin ekanini aytdi. Bu haqda u ABC News'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Siyosatchi g'alaba rejasining mohiyati nimadan iboratligini aytdi va ittifoqchilarni Ukraina armiyasini mustahkamlashga chaqirdi. G'alaba rejasi bu Ukrainani mustahkamlash, shuning uchun do'stlarimizdan, ittifoqchilarimizdan bizni mustahkamlashlarini so'raymiz. Bu juda muhim. Menimcha biz o'ylaganimizdan ko'ra tinchlikka yaqinroqmiz, urushning tugashiga yaqinlashmoqdamiz, dedi Zelenskiy. AQSh va Britaniyaga bir necha bor murojaat qilib, ulardan Ukrainaga berilgan uzoq masofali raketalarni Rossiya ichkarisigacha nishonlarga qarshi ishlatish bo'yicha cheklovlarni bekor qilishni so'radi. Zelenskiy iltimosi Ukraina sharqidagi shiddatli janglar fonida, shuningdek, Rossiyaning Kursk viloyatidagi operatsiyalardan bir nechta hafta o'tgach yangradi. Ukraina prezidenti ABC News'ga bergan intervyusida Putin Kursk operatsiyasidan qo'rqayotganini aytdi. Bu haqiqat, u juda qo'rqmoqda. Nega deganda uning xalqi u o'zining butun hududini himoya qila olmasligini ko'rdi, dedi Zelenskiy. Prezident faqat kuchli pozitsiyadan turib Ukraina Putinni urushni to'xtatishga majbur qilishi mumkinligini aytdi. Ukraina harbiylarining frontdagi yo'qotishlari ma'lum bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari hozirda ularning frontdagi yo'qotishlari avvalgisidan ko'proq ekanini tan olishmoqda. Buning sababi etib shiddatli janglar va natijada frontda Rossiya bosimining davom etishi aytilmoqda. Bu haqda Financial Times gazetasiga tayanib RIA Novosti xabar berdi. Bizda ko'p yo'qotishlar bor, avvalgidan ko'ra ko'proq yo'qotishlar, dedi Ukraina qurolli kuchlarining 68-alohida qo'riqchilar brigadasi qo'mondoni Yuriy nashrga so'nggi janglarni juda shiddatli deb ta'riflab. Nashrning qayd etishicha, brigada komandiri halok bo'lgan qo'l ostidagilarning aniq sonini aytmagan. Biroq bo'linmadagi vaziyatni vayronagarchilik sifatida baholagan. Phoenix chaqiruv belgisi bilan Ukraina qurolli kuchlarining yana bir qo'mondoni nashr bilan suhbatda Rossiyaning frontdagi bosimini ta'kidladi. Boshqa ismi oshkor etilmagan Ukraina harbiylari ham Financial Times nashriga Kursk viloyatiga bostirib kirish Ukraina qurolli kuchlarining Donbassdagi, xususan Krasnomayorsk yo'nalishidagi pozitsiyalarini taslim qilishiga olib kelganini aytdi. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonlari odamlarning keskin tanqisligi 2022-yildan beri rotatsiya va
istehkomlar yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Harbiylar o'z harakatlarini zo'rg'a yashiradigan butalardan foydalanadilar. Bu esa bema'ni o'limga olib keladi, dedi respondentlardan biri. Bundan tashqari, nomi oshkor etilmagan Ukraina harbiy xizmatchilarining so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya vertolyotlari va qiruvchi samolyotlariga uchuvchi bombalar bilan qarshilik ko'rsata olmaydi. Ugledar yaqinida jang qilayotgan 72-chi Ukraina mexanizatsiyalashgan brigadasi qo'mondoni o'rinbosarining aytishicha, uning brigadasi joylashgan joyda Ukraina qurolli kuchlarida havo hujumidan mudofaa deyarli yo'q. AQShga kelganda 100 milliard dollar bilan qaytib ketadi. Tramp Zelenskiyni tanqid qildi. AQSh sobiq rahbari Donald Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni keskin tanqid qilib, qayta saylangan taqdirda urushni tugatishini yana bir bor aytdi. Bu haqda Forbes xabar berdi. Zelenskiy har safar Qo'shma Shtatlarga kelganida u 100 milliard dollar bilan qaytib ketadi. Menimcha, u yer yuzidagi eng zo'r savdogardir, dedi u. Tramp shuningdek Ukraina urushda g'alaba qozonishiga shubha bildirdi va Rossiyaning harbiy salohiyatini maqtadi. Biz bu urushdan chiqishimiz shart. Bayden g'alaba qozonmagunimizcha ketmaymiz, deyapti. Xo'sh, agar ular g'alaba qozonsa nima bo'ladi? Biz 3 yil ichida allaqachon milliardlab mablag' sarf qildik, dedi u. Olimlar inson o'limi sanasini oldindan aytib bera oladigan soat yaratdi. San-Fransiskodagi Kaliforniya universiteti olimlari sun'iy intellektga asoslangan inson o'limi sanasini aniqlashga yordam beruvchi ilovani yaratdi. Ishlanma This Clock o'lim soati deb nomlanadi. Bu haqda New York Post xabar berdi. Yaratuvchilar o'z ishlanmalarini sun'iy intellektga asoslangan uzoq umr ko'rish ilovasi deb atamoqda. Foydalanishni boshlashdan oldin dastur maxsus so'rovnomalar yordamida foydalanuvchining sog'lig'i to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdi. Vazn, qondagi qand miqdori, qon bosimi, uyqu sifati, jismoniy faollik, zararli odatlarning mavjudligi, ovqatlanish va hayot davomiyligiga ta'sir qiluvchi boshqa omillar inobatga olinadi. Bundan tashqari, taxminiy o'lim sanasini hisoblashda insonning ijtimoiy hayoti va ruhiy holati baholanadi. Ilova foydalanuvchi muloqotga qancha vaqt sarflashi va ma'lum bir vaqtda qaysi kayfiyat ustunlik qilishini tahlil qiladi. O'lim soati insonning vafot etish sanasini kunigacha aniqlikda ko'rsatadi. Bundan tashqari, dastur biologik yoshni ham aks ettiradi va umrni uzaytirish uchun rag'batlantiruvchi vositalar, mashq turlari, qo'shimcha moddalar bo'yicha tavsiyalar beradi, deyiladi xabarda. This Clock odamlarni hayot tarzini o'zgartirishga va sog'liqqa zarar yetkazuvchi odatlardan voz kechishga undashi mumkin. Bunda rag'batlantiruvchi ta'sir o'lim sanasining vahimali yaqinligiga asoslanadi. Urush oqibatida Ukraina hududlarini yo'qotadi. Chexiya prezidenti. Rossiya urushdan keyin kamida ma'lum muddat Ukrainaning bosib olingan hududlari ustidan nazoratni saqlab qoladi. Bu haqda Chexiya prezidenti Pyotr Pavel New York Times'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. NATOning sobiq yuqori martabali generali va Ukrainaning kuchli tarafdorlaridan biri Pavel Ukraina hududlarini yo'qotishni haqiqat deb hisoblaydi. U realist bo'lishga chaqirdi va urushdan charchash hamma joyda o'sib borayotganini aytdi. Uning fikricha, Ukraina ham Rossiya ham urushda o'z maqsadlariga erishishga umid qila olmaydi. Ukraina uchun bu butun hududning, shu jumladan Qrimning qaytarilishini istisno qiladi. Rossiya esa Ukrainaning Moskva da'vo qilayotgan hududlardan qonuniy voz kechishiga erishib bo'lmaydi. Ukrainaning mag'lubiyati yoki Rossiyaning mag'lubiyati haqida gapirish bu shunchaki yuz bermaydi. Shuning uchun natija o'rtada bo'ladi, dedi Pavel. Shu bilan birga Chexiya prezidenti Vengriya bosh vaziri Viktor Orban singari populist yetakchilarning Ukrainaga yordam ko'rsatishni to'xtatish va darhol tinchlik o'rnatish haqidagi qat'iy chaqiriqlarni safsata deb rad etdi. Mudofaa va xavfsizlik sohasida ma'lum tajribaga ega bo'lgan va Rossiyani yaxshi biladigan shaxs sifatida men shuni aytishim mumkinki, tinchlik Ukrainaning jang harakatlarini to'xtatish to'g'risidagi bayonoti ortidan kelmaydi, dedi u. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.